eshityapsizlarmi, vatandoshlar? Alaykum assalom. Ha, eshityapmiz. Charchamayapsizlarmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Hop, agar xabaringlar bo'lsa, bu chatni bahs, muhokama uchun, ya'ni fikr almashish uchun aslida ochilgan. Men oldin Jamoat xavfsizlik departamenti matbuot xizmatida ishlaganman, ichki ishlar. Javohirni anchadan beri taniyman. Bu sohada biz shu jurnalistik surishtiruvlar, barcha kerakli jinoyatlarni tadbirlarida ishtirok etganmiz. Endi ayniqsa aynan qaysi jinoyatlar, qaysi tadbirlarda qatnashganimiz buni ahamiyati yo'q. Xo'sh, birinchi asosiy mavzuga o'tadigan bo'lsak, ya'ni Koreyadagi qotillik. Qotillik deyishimdan sabab, bu narsa bizni boshimizdan o'tgan. Biz o'lganni ham, tepganni ham, o'g'rini ham, to'g'rini ham tepasiga kirib yurgan insonmiz. Bu yerda sirli qotillik deb nomlasa ham bo'ladi. Ya'ni Koreyadagi voqeada. Sirli qotillik. Bu yerda hech kim o'zini osmagan. Birinchi dalil. Bo'ynidagi izlarni olsak, osilganda tomirlar tortishib, bitta chiziqda, ya'ni buni ekspertiza, sud ekspertiza, med ekspertiza degilar xodimlar buni tasdiqlashi mumkin. Bitta chiziqda tomirlar tortilishi, ya'ni hematoma deymiz, qon to'planishi mumkin, u ko'karishi mumkin. Bu yerda marhumani bo'ynida ikkita bosh barmoq izi turibdi. Ya'ni o'ng qo'l barmoq, chap qo'l barmoq, tepada ipasda. Yaxshilab e'tibor bersanglar, bu yerda qotillik alomati bor. O'shaning uchun ham sirli qotillik deb men nomladim. Xo'p, ikkinchi dalil. Ehsonchi bolamiz, ya'ni o'sha og'aynimni, ukamizni, akamizni uyga kirib borganda birinchi holat. Bu yerga politsiya kirganmi? Kirmagan bo'lsa, hech narsaga tegmanglar deyapti-da. Hamma narsaga o'zi tegib tashlayapti, hamma narsaga. Xo'p, tegdi ham deylar, politsiya ketdi ham deylar, ularning nazdida, ya'ni o'sha kirib chiqib yurgan insonlar nazdida. Vaholanki o'tga politsiya kirmagan. Politsiya kirsa, xalqaro sud, kechirasiz, xalqaro tergov, xalqaro ekspertiza qonuniga binoan har bir jinoyat sodir qilingan manzil, joy bo'ladimi, uy bo'ladimi, bino bo'ladimi, magazin bo'ladimi, hattoki stulchik stol bo'lsa ham u pechatlanadi. Barcha dalillar olib ketiladi. Bu yerda dalillar qoldirib, masalan, shishani ko'tarib, o'zi qo'lidan ko'taryapti, hech narsaga tegmanglar dedi, o'zi tegib yuribdi. Demak, o'sha bu yerda qanaqadir shubhali narsa bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi, pechatlab uyga ruxsat bermaguncha, delo yopilmaguncha o'tga ochishga ruxsat etilmaydi, taqiqlangan. Barcha dalillarni, masalan, qizni o'sha shishasini so'raydi. Buni kim ichgan deydi. Ana Sherzod yoki Sirojiddinmi o'sha yurgan bolalar. O'sha qiz ichgan desa olib ketardi, siradi. Chunki DNK bor, ekspertiza bor. Ya'ni har bir soch tolashidan tortib barmoq izlarigacha shishada marhumani polni tekshiradi. Bu ikkinchi dalil. Uchinchi dalil. Mayli, vaqtdan gapirmaymiz. Soat 3:07 o'tdi, men 12:30 bo'ldi, men yo'q deb ketdim. Xo'p, uchinchi dalil. Osib qo'ygan o'zini deyapti, lekin osilgan joyda stulchik boshqa xona turibdi. Osilgan joydagi hali alyumin deymizmi, temir deymizmi, egilmagan umuman. Xuddi hatto 5 kilo, kamida 10 kilolik narsa osilganda ham ozgina bo'lsa ham egilardi. U narsani biz bilamiz. Alyumin,
temir bor, svarka qiladigan temirdan qilinmagan o'tda. O'tda alyumindan qilingan, ya'ni yumshoq material. Bu ham temir materialga kiradi, alyumin. Hop, o'tda osilmaganligi sababi shu tekis turibdi. E'tibor qilsanglar yaxshilab, tekis turibdi. Bu 3-chi dalil. 4-chi dalil. Hop. Idishlarni tagidan 2-chi butilka chiqib o'tdi-da. Hop, mayli. Sigaret ichibdi deb ana bola yomonlab gapiribdi. Nimaga именно shu narsalarni politsiyaga aytmagan? Agar politsiya kirgan bo'lsa, vaholanki politsiya kirmagan. Men o'zi po faktu gapiryapman. Qonun, xalqaro qonunda bor. Bu O'zbekiston, Koreyada, Amerika, Rossiyada emas, xalqaro qonunda shu narsa yozib qo'yilgan, pechatlab olib ketadi barcha dalillarni. Demak, qaranglar. 4-chi dalil. U idishni tagida butilkani olib chiqib o'tdi. Idish tagida butilka borligini qayerdan bildi? Mana sizlarga savol. Bir minut vaqt beraman, 1 daqiqa hammanglarga. Sizlar shu berayotgan savollarimga o'zingizlar analiz qilib ko'ringlar. Keyin mikrofon ochilgandan keyin biz bu narsaga kelamiz. Hop. Bu idishi tagidan olgan butilkasi. Ya'ni o'sha butilka borligidan biladi. Qo'lidan ushlayapti o'zi. Hop. 5-chi dalil. Investieren ist kompliziert. Mit XTB lernst du es Schritt für Schritt. Hier kannst du damit beginnen. Kecha bir ish yerda bir ayol, psixolog ayol kirdilar. Bu narsani men eshitib o'tirdim, lekin gapirishga imkoniyat bo'lmadi. Chunki Koreya deyman, uzr, katta mikrofonni yopib qo'yishgandi, men ochishga imkoniyat topa olmadim. Hop, psixolog ayolimiz aytganlaridek, jinoyat qilish shart emas, o'g'irlik qildi deylik, yoki kimnidir aldab qo'ydi-da, nimadir neto'y qilib qo'ydi. Psixologlar bu narsani tasdiqlashi kerak. Savol-javob paytida odam asabiylashadi, o'zini qo'yarga joy topa olmaydi. Yonidagi nimadir bo'lsa o'shani ushlab o'tiradi, o'ynaydi. O'sha kuni savol-javob prямой efirda Javohir shu ehtonchi bola bilan so'roq-savol qilib o'tirganlarda ham Sherzod ham bor edi. Avazbek qo'llaridan og'izni chaynab o'tirdilarmi, nimadirlar qilib o'tirdilar. Keyin suv ichib oladilarmi, xullas asabiy holatda savol-javob bo'ldi. Agar bu narsa detektor jida bo'lganda, ya'ni apparat sразу bu narsani zafiksировать qilardi. Ya'ni asabiylashganlik holatini belgilab berardi. Biz endi insonmiz, o'shaning uchun insoniy fazilatlardan kelib chiqib, ya'ni shu inson gaplikdan kelib shu narsani aytib beramiz. Bu narsani ichida yurganmiz, biz ichki ishlar sohasida ancha-muncha ishlar qilganmiz, hamkorlikda ishlaganmiz, bo'lsa boshqa organlar bilan birga hamkorlikda ishlaganmiz. Bu nima uchun ochiq oydin gapirilmayapti? Chunki rasmiy bayonot deymiz, rasmiy ma'lumot hali ochiqlanmagan. Kecha Javohir to'g'ri aytdilar. Rasmiy bayonot yoki rasmiy ma'lumot berilmaganligi uchun bu narsalarni ochiqlanmay turiladi. Sizga bitta savol bersam maylimi? Mayli, bering. Qarang, bugun dalil o'zi tashladilar-da rasm. Nozimani o'sha bo'ynidan endi kesilgan, tikilganini biluvdik, endi bo'ynini men o'zim o'yladim, endi bo'yni osgandanmi, nima bo'lgan, urilgan deb o'shani nima qilish uchun bo'yinni kesib tikib tashlabdi dedim. Bugungi o'sha rasmlarni ko'rsam pastgacha kesilganda, tikilgan. Bunaqa holatda shunaqa yoradimi? Nima, yo bo'yinni o'zi kesiladimi? Men tushunmadim. Ichki organlari joyidami? Savolingiz tugatdingizmi? Ha, tugatdim.
Ha, berdi. Rahmat sizga. Men bu narsani tajribamdan o'tganim uchun men sizga aytaman. Rahmatli otam o'lganlarida morgda, ya'ni kesishlardan oldin so'rashgan. Ichki a'zolarni ko'ramizmi, ochamizmi deb so'rashganda biz yo'q deganmiz. Men ham otam rahmatli ichki ishlar sohasida ishlaganlar. Ancha-muncha katta mansabdor shaxslar bilan ishlaganlar. U narsa ahamiyatga ega emas, lekin morgda yaqinlaridan kim bo'lishidan qat'iy nazar, qarindoshi bo'ladimi, ishonchnomadagi vakili bo'ladimi, o'sha haligi ishonchnoma berilgan ayol ismlari hozirda yo'q, o'sha bo'ladimi, morgdagilar so'raydi. Ichki a'zolarni ochamizmi, ochib qo'yingizmi? Xohlasangiz ochtirasiz, xohlamasangiz ochtirmaysiz. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Xitoyda men o'zim ko'rmagan bo'lsam eshitganman, ko'p marotaba eshitganmiz. Shu o'zimizni soha vakillaridan bilan aloqada bo'lganimizda morgda o'zi asli so'raladi, lekin Xitoyda ba'zi paytlar so'ralmay, o'sha kerakli a'zolarni olib qolardi. Bu bor narsa. Kerakli a'zolar deganda sog' odamni a'zosini olib, kasal odamga nima deydi, o'tkazilardi-da. Chunki u odam o'lib ketgandan keyin qanaqadir savob deymizmi, yaxshilik kimdir sog'lig'iga bu foyda bo'ladi. Ya'ni kimdir hayotda davom etib ketadi. Operatsiya qilinib, пересадка, o'zbek tilida men eslolmayman, nima deyish kerakligini, rus tilida пересадка deydi. Har qanday organni пересадкасida xitoyliklar ko'p tajribadan kelib chiqib, shu narsani qilishgan. Ya'ni morgda ochiladi, so'rab ochiladi-da. Demak, bu Nozimani kim vakil bo'lgan bo'lsa, o'shalardan so'raganda kestirishga ruxsat berilganda, shunaqa bo'lib chiqyaptimi hozir? So'rarkan-ku, men endi so'ramay ham kesish ham mumkin. Shunaqa. Biza onalara bergan ishonchnomani qo'lga kiritdik. Ya'ni o'sha o'zimiz shu sohada ishlaganimiz uchun rahmat shu yaqin hamkasblarga ishonchnomani qo'lga kiritib o'zi o'qib chiqdik. U yerda barcha tashkilotlarda, barcha davlat tashkilotlarida, sudda, ekspertizada, tergovda, morgda barcha dalillar berilgan, lekin hamma ishonch vakolatidan foydalanilmagan. Tushundingiz-a? Mana o'sha ayolga berilgan. O'sha ayolga berilgan. Sudga borib, ariza berishingiz mumkin. Politsiyaga borib, ariza berishingiz mumkin. Morgdan ariza bermagan, faqat kesishga nima bergan, davoyim yo'q degan narsani qilib chiqqan. Davoyim yo'q deb, oddiy, shundoq. Davoyim yo'q ekan, tezroq O'zbekistonga yuborish kerak. Marhumani deb nima qilinganmi? Agar bu narsa del ochilganda, marhuma hali beri O'zbekistonda bo'lmasdi. U ayol endi hozir o'tiribdiki, hammang kim bo'lsa menga kellaring, через посол, men dokumentimni любойni men bilan gapirib qonunchasiga deyapti. Endi u ayollar shunaqa qilganiga qanaqa bir qonun yo'llari bormi yoki yo'qmi? Bu ayol aytibdi, menga qonuniy gaplashlaring deyapti. Nima deysiz? Qonuniy yo'li bor buni. Albatta O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini bir qancha moddalarini hozir eslab qolmayman. Men именно bu fakt bo'yicha ko'rilganmi, ko'rilmaganmi, ariza berganmi, bermaganmi, buni biz bilmaymiz. Chunki ish yo'qda bo'lgan, Koreyada bo'lgan. Koreyada bo'lgan uchun demak. Men hozir Avstraliyada yuribman. Siz menga ishonchnoma berdingiz. Hop. Ishonchnoma berdingizda, men sizga aytayapman. Hop, men ariza berdim sizni nomingizdan. Shu ishingizni ko'rib chiqishar ekan deb aytayapman. Siz menga aytasizmi, arizani ko'rsam maylimi deb yoki gapimga ishonasizmi? Nima dedingiz? Boshqatdan ayting. Siz menga aytyapsiz, ishonchnoma berdingiz. Meni o'rnimga Avstraliyada vakil bo'lib, barcha tashkilotlarga, barcha davlat organlariga ariza berishingiz
zakotini ishonchnoma qilib beryapman deb aytdingiz. Men sizga aytyapman. Hop, rahmat. Ishonchnomani oldim. Hop, endi borib men o'zi ariza topshirdim sizni nomingizdan. O'zi ochildi desam, mendan arizani so'rab olasizmi, ko'rsam maylimi, nima deb yozganingizni, qanaqa yoki gapiga solib ketasizmi? So'rayman. Hop, endi qarang. Qani o'sha Setoradan, sizlar Setoramidi o'sha ayollarmi? Setora ekan. Ha, o'sha delani ko'rdinglarmi? O'sha arizasini ko'rdinglarmi? Biz hech narsa ko'rganimiz yo'q. Ana onalari bular. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu yerda hozir menga berayotgan med ekspertizani o'zi mana meditsinskiy bor, sud ekspertiza emas, med ekspertiza 4-da berilyapti. Lekin men Setoraga 10-mi yoki 11-da aniq hozir hali ko'rib o'raman. Yo 10 yo 11 daverimiz berganman men. Menda bor daverimiz hozir birimiz. Ha, chislosini ko'ring-da, 10 yo 11 bo'lishi kerak. Hozir bir daqiqa. Vaqtinglarni bir daqiqa olaman. Ming bor uzr. Chunki u yonimda emas. Hop, mana ochyapman. Aha. Hop. Я гражданин такая-то, 2020 год. Sirdaryoda bergan ekan, to'g'rimi? Ha, Sirdaryo notarialniy kontorada berganman. Hop. Число. Chishlosi yozilmagan ekan. To'xtang. Ikkinchisini ochaman. Ikkita berilgan, to'g'rimi? Ha, orqasini ko'ring. Qara, men raqamni olib chiqib ber, dokumentlarim. Iloji boricha translyatsiyada доскональный ma'lumot berishi shart emas. Feruza sizlar. Ha, menman. Ma'lumot berishi shart emas translyatsiyada. Buni o'zligi qonuniy organlar xodimlari shug'ullanishadi. Hop. Ha, bo'ldi, tushundim. Da. O har xil narsalar ma'lumotlar berilmaydi. Ha, bo'ldi, tushundim. Chishlosi yozilmabdi bo'tgan yozilmagan ikkinchisi. Hop, 2020 год. Praktikant notarius o'qigan ekansiz-da? Praktikant ekanda. Mana chili praktikada o'qib. Частный praktika bo'ldi. Hop. N26. Genieße kostenloses mobiles Banking ohne versteckte Gebühren. Ich hatte eine ordentliche Delle in meinem Leben. Keinen Job, keine Richtung. Ausgerechnet das... Hozir biz bu sanani ham aniqlik kiritamiz, xudo xolisa. Siz xavotir olmang, Feruza opa. Koreyada ham, O'zbekistonda ham o'zi bu ochilgan, просто javob aytganlar haqiqatan ham bu faqat rasmiy bayonot, rasmiy ma'lumot berilmaguncha bizni ochiqlashga haqqimiz qonunan taqiqlangan. To'g'ri. O'shaning uchun ko'nglingiz xotirjam bo'lsin, delo ochilgan. O'zi shug'ullanyapti odamlar. Kerak bo'lsa oxirigacha, ya'ni hali nima deydi? Suv to'xtaguncha, kran quriguncha oxirigacha ochib turamiz kranni, tushundingizmi? Oxirgi tomchigacha. Undan qo'yingiz xotirjam bo'lsin. Inshaalloh harakatini sababini qilamiz. Avvalambor hammasi Allohdan. Biz sababchimiz xolos-da, to'g'ri. Biz qonuniy demokratik jamiyatda, ya'ni davlatda yashaymiz. Masalan, siz birorta bir hozir sizdan oldingi bir ayol kishini yo o'zingizni deysiz, Mani edim. Oddiy misol. Hozir shunda anaqa nimada yozib yotishdi haldan bir internetingiz yaxshi emasmi? Salam, yo naushnik, ovozlar salimroq eshitilyapti. O'sha naushnik nima qilasizmi? Yaxshiroq eshitilishi kerak. Hozir harakat qilaman.
Xudo xohlasa. Просто bu yoqda yonimdagilarga xalaqit qilmay deb mana shu taqib oldim. Aha. Yana qanaqa savollar bor? Xullas, hozir hamma narsa nazoratda, hammasi nazoratda. Men bir narsa Hattoki so'rasam mayli? hozir, hattoki Javohir bitta dona kamerani ochdi, bir dona kamerani ochdi. Ya'ni birgalikda qonuniy ochildi. Avaz ko'rinib qolgan. Voy. Avazga o'xshagan inson ko'rinib qolgan. Ya'ni kepkada bosh bor. Bu To'ppalaymi? narsani bizni shu narsani hattoki yaqinlashtirib ko'rishga harakat qilamiz. Hali vaqt kerak. Hamma narsa hozir hamma narsa rivojlanib, sun'iy intellekt deysizmi, boshqa narsa deysizmi, lekin kamerada sun'iy intellekt bo'lmaydi. Bilsanglar, kadrni yaqinlashtirib ko'rishga imkoniyat bo'lmasligi mumkin, qorong'i bo'lishi mumkin, har xil vaziyat bo'ladi. Lekin hozircha ayta olmaymiz-da bu narsani. To'g'ri. Avazjonga o'xsharkanmi anaqa figuralari? Endi hozir ham aytyapman, bu человеческий фактор. Человеческий фактор. Avazga o'xshadi. 91%. Ha, bu tushunarli bo'lmasam 91 bo'lsa. Bitta apparatga narsa qo'yibsiz-da. Bitta apparatga narsa qo'yibsiz. Toster deydi, toster. Xamir pishganingizda toster qaysidir foiz bo'lgan yo issiqlik deymizmi, zagaranie nima o'zbek tilida bilmayman. Qaysidir miqdor issiqlik bo'lganda tong etib chiqadi, to'g'rimi? 76 deydi, masalan 76. 76% issiqlikda toster chiqib keladi. 78da уже kuyishni boshlaydi. To'g'rimi? Shunaqa. Ha. 100%, mana 78da kuyishni boshlasa 100% bo'lganda уже kuygan hisoblanadi, to'g'rimi? Hop, endi qarang, kameradagi insonni yaqinlashtirib, o'sha hali nima deydi, sputnik orqali yaqinlashtirsangiz ham baribir qanaqadir samihalar bo'ladi. Lekin kameradagi narsani yaqinlashtirib ko'rilganda, boshqa harakatlar bilan solishtirganda o'sha ovozni 91% ko'rsatib berdi. Allohim. Ana. 9% qolibdi-da. Avaz. Endi u apparat qilmaslik kerak. Men hozir taxmin etmayapman. Men hozir apparatga javob beraman. Foiz. 9% turibdi-yu bu yoqda. 9% qolibdi. O'zdan aytaman. Ne qo'yamiz, ne bor? Hali sho'maysizmi, qo'lingizda sho'maysizmi, o'g'ri emas-ku, tushunasizmi? Yo'q, to'g'ri, shunaqaymi endi 91% kichkina foiz emas-ku bu. Hop, mana sizga bir narsa aytaman. Qarang, mana men sizga aytaman. Siz menga ariza berdingiz. Ishonchingizni berdingiz. Ariza berdim. Men berdim. Hop, qayerga bordingiz desa, Denverga bordim. Denverdagi politsiyaga ariza berdim. Anaqaga bordim, qaysidir shaharga bordim. O'shani aytaman. Sidneyga bordim. Sidneyda prokuraturaga olib berdim. O'sha hamma shaharlarni nomma-nom aytib beraman. Siz ishonchingiz menga, tushundingizmi? Ishonchingiz, men sizga aytaman. Men shu yerga borib ariza berdim. Lekin arizani sizga ko'rsatmadim, uni deb berganim. Siz menga ishonasizmi, yo'qmi? Qami, yo'qmi? Hozir meni to'g'risini aytsam boru, miyam anaqa bo'lib ketdi hozir bu gaplaringizdan. Уже 91% deganingizdanchi, уже avazni hozir. Yo'q, bu hozir apparatda tahlili. Apparat. Miyangiz bitta o'chib qoladi, shunaqa holat bo'lyapti hozir menda. Menda shunaqa tushunib bo'lyapti. Mana hozir fikrimni bo'lib qo'ysanglar, men oxirigacha tugata olmay ketib qolaman. Gapiring. Apparat, temir narsa, texnologiya, texnika. Tushunasizmi? Men misol jonli mavjudotman. Alloh subhanahu va taolo yaratgan mavjudotman, bandaman. Men o'zimga o'zim javob beraman. Lekin texnika o'ziga o'zi javob bera olmasligi ham mumkin. Shuni ham inobatga olishingizni iltimos qilaman. Chunki 91% avazga o'xshaydi. Hozir 100% bo'lishi uchun biz uni yana qaytadan tekshiruvga beramiz. U bitta kamerani kompyuterda ochishni o'zi katta vaqt oladi. Chunki formati boshqacha bo'ladi, tushunasizmi? Buni alohida mutaxassis bor. Mutaxassis o'sha apparat bilan o'tirib, birga yuzma-yuz deyilzami, apparat bilan yolg'iz qolib, shu narsalarni o'zi tadqiqot qiladi. Ya'ni tekshiradi. Misol uchun siz